Assalomu alaykum, topdagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz marhum tarixchimiz Turg'un Almas apandi yozgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda Uyg'ur urxun xalqining territoriyasi, tijorat ahvoli va ijtimoiy ahvollarini o'qib o'tgan edik. Endi madaniyat ahvoliga keldik. Miladining 840-yili Sharqiy Uyg'urlar g'arbga ko'chgandan keyin Uyg'ur urxun qag'aliqining 200 yillik uzun tarixiy davrdagi voqealarni asos qilib, ko'ch-ko'ch dostonini yaratdi. Ko'ch-ko'ch dostonining mazmuni mundaq. Qaraqo'rim tog'laridan eqib chiqadigan tug'la, Silinga daryolarining qo'shiladigan joyda Qumlanju degan joy bor ekan. Shu joyda bir-biriga yondashib o'sgan ikki tub daraxt bo'lib, birining nomi Fistuq ekan. Uning turqi qarag'ayga o'xshashib ketadi ekan. Orchidek hamisha ko'p-ko'k yashirib turadi ekan. Qarag'aydek puxta ekan. Daraxtning yana biri yova qarag'ay ekan. Kunlarning birida mana mushu ikki tub daraxtning orasida ushtum tuta bir do'ng paydo bo'lib qapti. Bu do'ng kun o'tgan sari egizlashga boshlabdi. Do'ngning ustida tong otqucha shamdek bir narsa yo'rib turadi ekan. Uyg'urlar do'ngning oldiga kelib ehtirom bildirdi ekan. Do'ngning ichidan xuddi naqshi etgandek ovozlar anglanib turdi ekan. Har kechasi ahvol shundoq bo'ladi ekan. Do'ngning ustidagi yo'riq bargan sari chaqnab, do'ngdan 30 qadamcha keldigan doirani yo'ritadigan bo'pti. Kunlarning birida do'ngdan ushtum tutlab bir eshik ochilibdi. Eshikdan qarag'udak bo'lsa, xuddi o'tov, yumaloq kigiz uyga o'xshib ketadigan 5 uy ko'rinibdi. Her bir uyga kumush saganchuklar esilgan, saganchukning o'tirsida birdan o'g'il bola o'ltirgan, buvoqlarning og'zida sut emadigan emizgu bor ekan. Uyg'ur qabilalarining baglari bu ajoyib buvoqlarni ko'rib, ularning oldiga kelib buvoqlarga hurmat bildirishibdi. 5 buvoq o'g'il bola havo bilan nafaslangandan keyinla harakatlanib, bu uylardan chiqishibdi. Uyg'urlar inik onlarini tayinlab ularni emgizibdi. Balalar tili chiqqanda o'z ota-onalarini surish taqibdi. Uyg'urlar balalarga hiliqi 2 tub daraxtni ko'rsatibdi. Bu 5 o'g'il daraxtga qarab cho'qinibdi. Daraxt odamdek tilga kirib, ularga axloqliq, fazilatlik bo'lish haqida nasihat qilibdi va ularga uzun umr tilabdi. Shu yerdagi kishilar bu 5 o'g'ilga xuddi xonlarga itoat qilgandek itoat qilibdi. Bu 5 o'g'ilning cho'ngining ismi Shunqar Tekin, ikkinchisining Kulchur Tekin, uchinchisining Buqa Tekin, to'rtinchisining Ur Tekin, beshinchisining Bogo Tekin ekan. Uyg'urlar Tangri ato qilgan bu o'g'illarning ichidan birini o'zlariga qag'on qilishni qaror qilishibdi. Ularning ichida Bogo Tekin chiroyli, aqlli, talantli o'g'il bo'lib, nurg'un ellarning tilini biladi ekan. Shuning uchun Uyg'urlar Bogo Tekinni o'zlariga qag'on qilibdi. Bogo Tekin qag'on bo'lgandan keyin davlatni obdan idora qilibdi. Davlatning aholisi avibdi, ko'payibdi. Tangri Bogo qag'onga 3 qush taqdim qilgan ekan. U qushlar nurg'un ellarning tilini biladi ekan. Bogo qag'on mana mushu qushlarni har doim dunyoning turli taraflariga avatib, dunyodagi ishlardan xabardor bo'lib turadi ekan. Kunlarning birida Bogo qag'on bargoh ichida yotganda bir ilohiy jon yosh qiz qiyofatida ko'rinish qilibdi. Bogo qag'on qo'rqib ketib, yolg'ondan uxlagan bo'lib olib, gap qilishga petinolmabdi. Ikkinchi kechasimi yana shunday ahvol yuz beribdi. Üçüncü kechasi Bogo qag'on bu ahvolni bosh tarqoniga aytib qo'yib, o'zi bu pari qizga agishib Qut tog', ya'ni Baxit Teg'i degan tog'ning ichiga beribdi. U yerda tong otqucha pari qiz bilan mo'ntishibdi. Shundan boshlab har kecha shunday ahvol yuz berib turibdi. Bundaq ahvol 7 yil 6 oy 22 kungacha davom qilibdi. Bogo qag'on pari qiz bilan xo'shlashadigan chaqda qiz mundaq debdi: Kun chiqishdan kun patarg'icha butun dunyo sana bo'ysundu. Sen bu vazifani obdan o'rindab, elni yaxshi boshqarg'in. Pari qiz bu gapni qilib bo'lgandan keyin g'oyib bo'pti. Bogo qag'on qo'shin to'plab, cho'ng akisi Shunqar Tekinga buyruq tushirib, uni 300 ming kishilik qo'shinga bosh qilib, Mo'ng'ul va qirg'izlar eliga mangdiribdi. Ikkinchi akisi Kulchur Tekinni 100 ming kishilik qo'shinga bosh qilib, tang'utlar ustiga mangdiribdi. Üçüncü akisi Buqa Tekinni 100 ming kishilik qo'shinga bosh qilib Jungoga mangdiribdi. To'rtinchi akisi Ur Tekinni o'z elini saqlashga qoldiribdi. Yurishga mangan qo'shinlar nurg'un ellarni bo'ysundirib, ko'plagan asir va o'ljalarni elib Urxun daryosining bo'yiga qaytib kelishibdi. Shu yerda O'rdabaliq degan bir shaharni bino qilishibdi.
Shu chaqda Bogu qag'onga kun chiqishdagi davlatlarning hammasi bo'ysunibdi. Kunlarning birida bir kechasi Bogu qag'on ajoyib bir tush ko'ribdi. U tushida apoq chapan kiygan, oq asa tutgan avliyo sifat bir kishini ko'ribdi. U kishi Bogu qag'onga bir parcha qosh tishini taqdim qilib turib mundaq debdi: "Sen mushu toshni mangu saqlay olsang, butun dunyo sana bosh egidu." Bogu qag'onning bosh tarqanimi xuddi shundoq tush ko'ribdi. Әтisi Bogu qag'on harbiy hozirliklarni boshlab, kun petish tarafga qo'shin boshlab mengibdi. Bu qo'shinlar Turkistonga yetib kelganda, tüp-tüzlang buloq suvlari shildirlab eqib turgan, semiz mollar sakrashib, o'ynaqlab, yaylab turgan bir yayloqni ko'rishibdi. Qo'shin shu yerda to'xtabdi. Ular shu yerda Balasag'un degan shaharni bino qilibdi. Qo'shinlar bo'linib taraf-taraflarga yurish qilibdi. 12 yil ichida ko'p ellarni elib yavoyi odamlar yashaydigan joygacha beribdi. Nurg'ulg'an davlatlarning xollari Bogu qag'on bilan ko'rishibdi. Ular Bogu qag'onga sovg'alar taqdim qilib hurmat bildiribdi. Bogu qag'on ularni o'z ellariga qaytiribdi. Cho'ng g'alabaga erishgan Bogu qag'on Balasag'undan o'zi tug'ilgan joyga qaytib ketdi. Bogu qag'on olamdan o'tgandan keyin uning o'g'illaridan biri qag'on bo'pti. Uyg'urlar uning vaqtida ajoyib bir voqeaga duch kelibdi. Shu chaqda barliq boqma hayvonlar bilan yavoyi hayvonlardan va bovoq bolalardan ko'ch-ko'ch degan ovoz anglanibdi. Uyg'urlar boshqa joylarga ko'chibdi. Qayerga bormasin yana shu ovoz anglanib turibdi. Uyg'urlar ko'chib bir tuzlanlikka kelganda ko'ch-ko'ch degan ovoz to'xtabdi. Uyg'urlar shu yerga 5 shahar bino qilibdi. U shaharlarga 5 baliq deb ad qo'yibdi. Bu ko'ch-ko'ch dostonini 8-asrda o'tgan Eron tarixchisi Alloidin Atamalik Juvayni o'zining dunyoni bo'ysundiruvchining tarixi, ya'ni Tarihi Jahon Gushay degan asrda xotirlab qoldirgan. Ko'ch-ko'ch dostonining syujeti fantaziya xiyoliy xarakterga ega bo'lib, qahramon Bogu qag'on ilohiylashtirilgan. Bu qisqagina dostonda Sharqiy Uyg'urlarning jangovar tarixi badiiy shakl bilan obrazliq aks ettirilgan. Tang yilnomasi Uyg'urlar haqida qissa bobidagi ma'lumotga asoslanganda, ko'ch-ko'ch dostoni haqiqiy, real, tarixiy voqealar asosida maydonga kelgan. Dostondagi qahramon Bogu qag'on Uyg'ur urxun qag'onligi davrida o'tgan Uyg'ur qag'onlarining biri bo'lib, Bayonchurning kichik o'g'li edi. Bogu qag'onning asli ismi El Tekin bo'lib, u qag'onlik saltanatini surgan vaqtda, ya'ni 759-yildan 779-yilgacha bo'lgan vaqt ichida Oy Tangrida qut bo'lmish, el tutmish olib quluq bilga qag'on deb atalgan. Ko'ch-ko'ch dostonida Bogu qag'on Pari qiz bilan 7 yil 6 oy 22 kun so'zlashgan va Balasag'un shahridan bino qilib 12 yil ichida ko'p ellarni elib degan so'zlar bor. Dostondagi yillarni hisoblasak 20 yil bo'ladi. Bogu qag'on Uyg'ur urxun qag'onligining qudratli bosqichida, ya'ni 745-yildan 830-yilgacha vaqtlarda yashab o'tgan bo'lib, shu vaqtda o'tgan qag'onlarning mashhurlaridan biri bo'lib, to'p-to'g'ri 20 yil saltanat surgan. Dostonda Bogu qag'on 5 o'g'ilning eng kichigi deyiladi. O'g'illarning ismlari, ularning harbiy yurishlari bayon qilinadi. Biz yuqorida tilga olgan Tang yilnomasidagi ma'lumotga asoslanganda, qag'on Bayonchurning haqiqatan Yabg'u Tekin, Kulchur Tekin, Olib Quluq Tutuq, Yag'laqar Tekin, 10 bag'a, Bogu Tekinlardan iborat 5 o'g'li bo'lgan. Ularning harbiy yurishlarini Tang yilnomasidagi tarixiy paketlar bilan solishtirib ko'rganda, ko'ch-ko'ch dostonining haqiqatan tarixiy voqealar zaminida maydonga kelganligi oydinlashadi. Başta aytib o'tganimizdek, milodining 756-yilidan 762-yilgacha davom qilgan o'nglik isyanini bostirish uchun Uyg'urlar Tang sulolasiga yordam qilib, bir necha qatim Jungoga qo'shin avatgan edi. Uyg'ur urxun qag'onligi bilan Jungo orasida tuzilgan bitimnomiga ko'ra, o'nglik isyanini bostirish uchun milodining 757-yili Bayonchurning cho'ng o'g'li Yabg'u Tekin Uyg'ur otliq qo'shinlariga qo'mondonlik qilib, Jungoga kelgan bo'lsa, milodining 761-yili Bogu qag'on o'zi Jungoga kelib, bir necha yil davom qilgan o'nglik so'ygun isyanini uzil-kesil bostirib bergan.
Bogu Qağaның yana bir akisi Alip Quluq Tutluq Yağlaqar Tekin, Tang sulolasiga g'arb tarafdan tahdid silib turgan 100 ming kishilik Tibet qo'shinlarini dastonda Tangutlar deyiladi. Hozirgi Ningxia ziminda tarmar qilib, shali g'alabaga erishgan. Bogu Qağan saltanat surgan vaqtida Yansay daryosining bosh eqimida yashaydigan qirg'izlarni bo'ysundirgan. Iniq paktlarga asoslanganda qirg'izlar milodining 758-yili bo'ysundirilgan ekan. Undaq bo'lmasin, qirg'izlar Bogu Tekin Qağan bo'lish harpisida bo'ysundirilgan. Dastondagi Sho'nqar Tekin bo'lsa, Yabg'u Tekinni, Ko'lchir Tekin bo'lsa, dastondagi Ko'lchir Tekinni, Boqa Tekin Tun Bag'ani, Ur Tekin Yag'laqar Tekinni ko'rsatsa kerak. Dastonda Bogu Qağanning O'rta Osiyoga yurish qilib, Balasagun shahrini bino qilganligi tasvirlangan. Bogu Qağanning Qirg'izistondagi Chu daryosining bo'yidagi Balasagun shahrini bino qilganligi haqida ishonchli tarixiy ma'lumotlar bo'lmasa-mu, lekin Uyg'ur Urxun qag'aliqining qag'ani Ay Tangrixonning milodining 815-yili O'rta Osiyoga yurish qilib, Yetta sudagi qarluqlar va turkashlarni qaytadan bo'ysundirganligi to'g'risida 9 Uyg'ur qag'alliqi yodgorligida haqiqiy ishonchli ma'lumot bor. Ehtimal Bogu Qağanning g'arbga qilgan yurishlari Ay Tangri qut bo'lmish olib bilga Qağanning milodining 815-yili O'rta Osiyoga qilgan yurishlarini eslatsa kerak. Dastonda Tangri Bogu Qağanga 3 qush taqdim qilingan ekan. Bu qushlar nurg'un ellarning tilini biladigan degan so'zlar bor. 3 qush Uyg'ur Urxun qag'aliqining tashqi diplomatiyasida ishlatgan nurg'un ellarning tilini biladigan diplomatlarni yoki dunyoning taraf-taraflariga avatgan josuslarni ko'rsatsa kerak. Ko'ch-ko'ch dastonining oxirida Sharqiy Uyg'urlarning turli sabablardan ko'ra g'arbga ko'chganligi, bir tuzlanlikka kelib Jungariyani ko'zda tutdi. Bashboliq shahrini bino qilganligi so'zlanadi. Ko'ch-ko'ch dastoni Uyg'urlarning o'rta asrda yaratgan ma'naviy boyliqlari ichidagi eng yaxshisi bo'lib, Uyg'ur xalqining tili, tarixi va adabiyotini o'rganishda tangdossiz qimmatli meros hisoblanadi. Sharqiy Uyg'urlarning Uyg'ur Urxun qag'alliqi davrida yaratgan shonliq madaniyatini ifodalaydigan yodgorliklar Urxun mangu toshlaridan iborat. 19-asrning oxirlaridan tortib 20-asrning 60-yillargacha bo'lgan 70 yil ichida chet ellik olimlar tarafidan Uyg'ur yozma yodgorliklarining eng muhim bir qismi bo'lgan Urxun mangu toshlaridan bir munchisi tepildi va e'lon qilindi. Uyg'ur Urxun qag'allarining xotirasiga qo'yilgan mangu toshlardan hozirgacha tepilganlari xeyli ko'p bo'lsa-mu, ulardan faqat bir nechasi ustida to'xtalib o'taman. Birinchi 9 Uyg'ur qag'an mangu tashi. 1890-yili Uyg'ur Urxun qag'aliqining Urxun daryo bo'yidagi poytaxti Qarabalg'asun shahrining xarobasidan tepildi. Ikkinchi 1909-yili Fin olimi Ramistid hozirgi Mong'oliya Xalq Jumhuriyatining Slinga daryosi va Shini Usu ko'lining bo'yidan Bayanjur mangu tashini topdi. Uchinchi Rus arxeologi B.Ya Vladimir Tesov Mong'oliyaning g'arbiy shimoliga qilgan sayohatida Tas daryosi vodisiga, ya'ni Xongay tog' tizimlarining o'rmonlik tarmoqlari bilan granit tosh to'pligining o'ttirsiga borgan. U shu yerdan Urxun yezig'idagi bir tosh putukni topgan. Bu tosh yodgorlikqa Tas mangu tashi deb nom bergan. 4. 1957-yili Mong'oliya arxeologi Si Dorji Sorun Chag'annur ko'liga yaqin joydagi Tirxin daryosi vodisidan Xongay tog'larining g'arbiy shimolida bir mangu tosh yodgorligini topgan. Bu mangu tosh Tirxin daryosining bo'yidan tepilganligi uchun Tirxin mangu tashi deb atalgan. 9 Uyg'ur qag'an mangu tashi. 821-yili olamdan o'tgan Uyg'ur qag'ani Ay Tangrida qut bo'lmish olib bilga qag'an bo'yi qag'anning xotirasiga qo'yilgan. Bu mangu toshda Uyg'urlarning mashhur qag'anlaridan biri bo'lgan olib bilga qag'anning Bashbaliq,
Kuchar, Qarashahar atroflarida Tibetliklarni tarmar qilib, ularni O'rta Osiyo, asosan Tarim vodiysi bilan Jo'ng'ariyadan qo'g'lab chiqarganligi. Qag'aning g'arbga yurib O'rta Osiyo, Farg'ona va Yettasuga borganligi tasvirlangan. Bayanjur Мәңгү тешіға jami 49 qur xat uyub yezilgan. Bu Мәңгү taş miladining 759-yili olamdan o'tgan Uyg'ur qag'ani Bayanjurning xotirasiga qo'yilgan. Təs Мәңгү teshi bo'lsa, miladining 761-yili Bayanjurning o'g'li Bogo qag'an tarafidan otasining xotirasiga qo'yilgan. Təs Мәңгү teshining 4 yuzi shimoliy, janub, sharq, g'arb yuzlariga 22 qur xat uyub yezilgan. Tirxin Мәңгү teshiga 30 qur xat uyub yezilgan. Bu Мәңгү taş miladining 754-yili Bayanjurning varisi Bogo qag'an tarafidan otasi Bayanjurning xotirasiga qo'yilgan. Мәңгү taşda Bayanjurning qag'anlik taxtini o'tkazib olish vaqtida o'tkazilgan marosim, qonunlarning tuzilishi, davlat chegaralarining belgilanishi, Bayanjur qag'an bo'lgandan keyin isyonkor qabilalarning bo'ysundirilganligi qatorliq voqealar bayon qilingan. Təs Мәңгү teshi bilan Tirxin Мәңгү teshidagi xotirlarni Bogo qag'an o'zi yozgan. Buningga qaraganda Bogo qag'an mashhur, batur qag'an bo'libla qolmasdan, xuddi Yo'liq Tekinga o'xshash talantli yozuvchimi bo'lgan. Uyg'ur urxun qag'anligi davriga oid bo'lgan Мәңгү taşlar Uyg'urlarning qadimgi chog'da yaratgan kumush batlik, oltin harflik yozma yadikorligi bo'lib, u nihoyat yuqori ilmiy qimmatga ega. Chunki Uyg'ur urxun Мәңгү taşlari Uyg'ur tarixini, adabiyotini, ularning ayni chog'dagi davlat tuzilmasini tadqiq qilishda bahosiz manba hisoblanadi. Uyg'ur urxun Мәңгү taşlari ko'k turk yeziqi, ya'ni urxun yensa yezig'i bilan yezilgan. Uyg'urlarda soz chalg'u va usul san'ati nihoyat taraqqiy qilgan. Qag'anlikning g'arbiy qismidagi Qashqar, Kucha, turpanlarning chalg'u asboblari qag'anlikning sharqiy qismiga umumiy holda tarqalib, qag'an o'rdalarida doim chilinib turadigan bo'lgan. Buningdan tashqari odatda oddiy xalqmu soz chilib, usul o'ynashni yaxshi ko'radi. Uyg'urlarning musiqa usul san'ati Xanzularninkidan nihoyat yuqori turadi. Shunlashqa Xanzular Uyg'urlarning musiqa usul san'atini qabul qilishga bekmu qiziqqan. Uyg'urlarning soz chalg'u san'atining Xanzularga bo'lgan ta'siri shunchalik bo'lganki, hatto 7-asrda Jungoning Tang sulolasi o'zining o'rdasida o'rindiladigan 9 turlik musiqasini Uyg'urlarning musiqasini asos gavda qilib qurashtirgan. Tang sulolasi o'rdasining musiqa o'miki o'rindaydigan 9 turlik musiqa Yin musiqasi, G'arbiy Liang musiqasi, Hindi musiqasi, Koreya musiqasi, Kucha musiqasi, Buxoro musiqasi, Qashqar musiqasi, Samarqand musiqasi, Turpan musiqasi deb ataladi. Bunun içinde Yan musiqasi Xanzularning o'zining milliy musiqasi bo'lib, uningdan boshqa Hindi, Koreya musiqasidan tashqari bo'lgan 6 turlik musiqa Uyg'ur va ularga qarindosh bo'lgan O'rta Osiyo xalqlarining musiqalari edi. Usul san'ati to'g'risida gap ochganda shuni aytish lozimki, usul Uyg'urlarda san'atning bir turila bo'lmasdan, balki diplomatiya faoliyatlarida kam bo'lsa bo'lmaydigan bir murosim vositasi bo'lib qolgan. Uyg'ur qag'anligiga keladigan chet el elchilari, podshoh va xonlarning Uyg'ur qag'anlari bilan ko'rishidan ilgari qag'an o'rdasining oldidagi kimxob chidir oldiga qadalgan oltin bo'ra bishi tushirilgan ko'k shoyi bayroqqa cho'qinishi, Uyg'urcha usul o'ynashi, tosh o'choqda tutab turgan isiriqdan otlab o'tishi shart bo'lgan. Bu shartlarning biri o'rindalmasa, chet elliklar koyishga uchirgan. Uyg'ur qag'ani Bogoning qarorgohiga kelgan Tang sulolasining shahzodasi Li Shi, ya'ni Tang Tizong, Uyg'urcha usul o'ynamaganda ochig'i kelgan Uyg'urlarning Tang sarkarlaridan bir nechini urib o'ltirib tashlaganligi buningga misol bo'la oladi. Uyg'ur qag'anligi davrida Uyg'urlarning musiqa usullarining Xanzularga qanchalik cho'nqur ta'sir qilganligi to'g'risida Tang sulolasi davrida yashagan realistik shoirlarning bir munchisi zo'q shoqqa to'lgan holda ajoyib lirik she'rlarni yozib qoldirgan. Masalan, Wang Jian Liangzhuga sayohat degan she'rida Tang sahar anglab xo'rozning chillig'an ovozini,
Şəhiri loyangda cimi öy məşiq qılar xo sazını deb yazğan. Şair Yuanjing tün yerib aq taqçı Liangzhuda qılar seylasını. Ağlığaş u zəng qoyub dəl kuçanın sazını deb yazğan. Yuanjing yana bir şeirdə mundaq deb yazğan idi. Boldi Uyg'urcha yasanmaq qiz ayollar odati. Zo'r mahorat bo'ldi chalmoq sozni Uyg'urlar simon. Ayol shoir Xuaruy Qasr nazmisi nomli she'rida Tang sulolasi o'rdasidagi kishilarning bularning orasida go'zal xonimlar ko'p edi. 12-oydagi Chilla bayramiga Uyg'urcha yasinib chiqqanligini mundaq tasvirlagan. Mingini Uyg'ur eti, Uyg'ur libosi kiygini bu libosda jilva qildi tol chiviqdek bellari. Şun bu doramçılar ecdatlara varislik qildik deb bizning kiyimlarimizni kiyib ketibdi-da. Bu paketdan qaraganda Xanzular Uyg'urlarning musiqa usuli san'atini qabul qilib qolmasdan, balki ularning kiyim-kechak shakllarini qabul qilgan. Uyg'ur qag'aligi davrida jamiyat iqtisodida gullab yashnash manzarasi maydonga keldi. Yeza egiligi va keng ko'lamda taraqqiy qilgan savdo tijorat ishlarining ehtiyoji sababidan yeza kanitlar va ko'lami cho'ng bo'lgan shaharlar maydonga keldi. Uyg'ur qag'oni Bayanjur Slinga daryosining bo'yiga Bobbaliq nomli shahar bino qildi. Bu shaharni qurishga Samarqand ustalari va Xanzu binokorlar kelib qatnashdi. Bogo qag'onning vaqtida Urxun daryosining bo'yiga Bogo qag'on Baliq, Uyg'ur Baliq, Qara Balg'asun qatorliq shaharlarni bino qildi. Bogo qag'on o'z bekalari uchun maxsus o'rdalar soldirdi. Bu o'rdalar gullik naqshlar bilan zinnatlangan bo'lib, hashamatli edi. Buningdan tashqari hozirgi Ningsha Xuyzu avtonom rayonining g'arbiy shimolidan Ersin daryosining bo'yiga Xotun Baliq, ya'ni Malika shahri nomli shaharmo bino qilindi. Xangay tog' tizimlarining g'arbiy janubidagi O'to'kan teg'ining bag'ridan oqadigan Urxun daryosining bo'yiga joylashgan Qara Balg'asun shahri nihoyatda cho'ng edi. Sovet arxeologiya olimlarining tekshirib aniqlashicha, shahar xarobasining egallagan o'rni 25 kvadrat kilometr bo'lib, shahar sepilining butun aylanmasining uzunligi 20 kilometr keladi ekan. Qara Balg'asun sepilining egizligi 10 metrdan ortiq edi. Sadichin sepilning egizligi aran 8 metr keladi. Qaravulxonlarning egizligi 13 metrga yaqin bo'lgan. Shahar sepilining sirtini aholi o'ltiraqlashgan rayonlar va yiroq-yiroqlarga so'zilib ketgan kengtasha bog'liq rayonlarning o'rab turganligi ma'lum bo'lgan. Shahar ichidagi alohida sepil bilan o'ralgan qo'rg'onning markazida atrofni kuzatadigan bayqash minorasi bo'lib, uning egizligi 14 metr o'pchorsida bo'lgan. Mana shu bayqash minorasiga qaraganda nihoyatda yiroqdagi cheksiz ketgan yayloqlarning manzarasini aniq ko'rishga bo'ladi ekan. Shahar ko'chalarining ham binolarining saqlanib qolgan qoldi xarobasining o'rnidan hisoblaganda, uning uzunligi 24 kilometr keladi ekan. Uyg'ur qag'aliqining bu poytaxti 8-asrning oxiri 9-asrning o'rtalarigacha toza avatlashgan shahar bo'lib, o'rta asrda Tang sulolasining poytaxti Chang'andan qolsa, Osiyoda 2-o'rinda turgan. Shu chaqda Chang'an shahrini o'rab turgan sepilning butun aylanmasi 35 kilometr keladi. Uyg'ur qag'aliqining poytaxti Qara Balg'asun davlatning siyosiy, iqtisodiy va madaniyat markazi edi. Shunga Qara Balg'asun har qaysi ellarning elchilari kelib siyosiy faoliyat olib boradigan, Sharq va G'arb ellarining savdogarlari kelib savdo setiq ishlari bilan shug'ullanadigan, Sharq bilan G'arb orasidagi xalqaro qatnashning asosiy tugallaridan biri bo'lgan hamda Sharq bilan G'arb orasida madaniyat almashtiradigan muhim ko'rik bo'lgan. Uyg'ur Urxun qag'aliqining poytaxti Qara Balg'asun to'g'risida Arab jug'rofiya olimi Obul Qosim Abaydulla ibn Hurdadibih milodining 446-yili yezib tamomlagan kitob Al-Masalik va Al-Mamalik otliq asrda mundaq deb yozadi. Uyg'ur qag'oni turdigan shaharning, ya'ni Qara Balg'asunni demakchi, xalqi turkdir. Ularning ichida o'tqa cho'qinadigan majusiylar, Mani diniga ishonadiganlar bor.
Qolgan 12 tümür darvozaliq büyük bir şəhərdə Qara Balqasun demoqchi. Shu şəhərdə turdi. Bu şəhərning xalqi Mani diniga e'tiqod qildi. 9 Oğuz qog'onning o'rdisi, ya'ni Sariya ustida 5 parsaq, har bir parsaq taxminan 7 kilometr. 5 parsaq yiroqdan ko'rinib turadigan va 100 odam sig'adigan bir oltin chindir bor. Uyg'urlarning diniy e'tiqodi o'zgacha bo'lib, Sharqiy Uyg'urlar shaman diniga, G'arbiy Uyg'urlar Budda diniga e'tiqod qiladi. Shaman dini ibtidoiy dinlarning biri edi. Shaman dinining aqidasidan ko'ra, butun olamga Tangri hukmronlik qiladi. Tangri osmonning yuqori qavatidagi 4 qat oltin tog'ining ustida, kumush saroyning ichida turadi. İnsanlar bo'lsa yerning ustida turadi. Yaman odam o'lgandan keyin zulmatlik do'zaxga kiradi. Kishilar osmonga chiqmoqchi bo'lsa, bu ish shaman perixollari orqali amalga oshadi. Shaman dini ko'p tangrilik din bo'lib, eng ulug' muqaddas tangri, ko'k tangri bo'lib hisoblanadi. Buningdan boshqa yer, suv tangrilari va ana bolalar homiysi bo'lgan Omay otliq ayol tangrimi bor. Shaman aqidasiga ko'ra, Uyg'urlar urushqa manganda oq bo'z otni qo'shinning oldida yetilab mang'atdi. Bo'z otqa zar oltindan jiyek tutilgan. Qip-qizil duxova yupuq ortilgan bo'ladi. Aytishlarga qaraganda, mana shu oq bo'z otqa jang tangrisi Suldi minib mangar emish. Ba'zi rivoyatlarga qaraganda, Manis otli g'alaba tangrisimi bo'lgan ekan. Shuningga binoan 840-yili İsyan kötürülüp Uyghur urxun qağalları veyran qılğan qırğızlar şu g'alaba sharifiga o'zining xoniga Manis unvonini bergan. Shunda qilib bugun mush yergacha o'qidik. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Alloh qamonat.